Assalomu alaykum. Hammaga yaxshimisizlar? Biz ishni boshladik yana. Kecha qilgan ishlarimiz tepasiga permishga bo'ladi. Permishga kecha keyin qo'yiladi. Mayt balkon. Bugun quyosh chiqib, sovuq shunaqa achityapti. Abitdan keyingi rastorga banka tayyorlashi. Sovuq bo'lgani uchun loylari qatib qoldi tekalarida. Mana shuni qoqishyapti. Rastordi keldi, quyib ketdi mashina. Mana stapilyatorni bil beradigan straposh. Ilib jo'natadi, biz o'zimiz qabul qilamiz. Ha ezilmey. Jobda mayoqqa tushib issiq bo'lib qoldi ancha. Ertalab ama izillatyapti sovuq. Zachем prishla suvda deb o'zimizga o'zimiz aytayotgandik. Kirinovchi yaxshi bo'lsa uni boshqarish ham shart emas, o'zi shunday qo'yib qo'yadi. Lekin buni boshqarish kerak ekan. Уже abitdan keyin bo'ldi. Abitdan qaytdik. Etajda fasadlarni uryapmiz. Bu novi ishlar eng kichkinamiz, bekinib turadi. Hamma ishga bo'lgandan keyin sekin uyg'onib chiqadi ishga. To'g'rimi? Etajimiz tugamay qoldi. Mertgacha urib keldik. Motamani ozgina qolib ketib qoldi. Hali kun yorib, rastor tugadi. Qorasini turibdi tozalangani. Ertagadan indindan chiqamiz xudo xolasa. Motamonlar polni urib bo'ldik. Bugungi sham tugadi, xudo xolasa yig'ishtirish boshlandi. Musullarni tozalayapmiz, yerga kelayotgan Ramazoniylar bilan hammaga bayramlar muborak bo'lsin. Non tashib etib turinglar.
Mashinasi